Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun Xudo xolasa 2025-yil 11-mart. Xudo xolasa keyingi bo'lgan savdomiz Nexus firmasi bo'ldi. Massakilimiz. Og'amiz o'rta yoqdan massakil olaman, massakil bor ekan shu yerda kelibdi. Massakillarimizni ko'rib, Xudo xolasa Nexus firma massakilimizni oldi. Og'am tabriklaymiz massakillar bilan. Keyindan shamol o'sib tursin, yaxshi kunlar amining. Yana keltavi, yana bir tabriklaymiz. Tavsiyangizni-chi? Massakilimiz yoqdimi? Yo'llaganlar, kelaveringlar. Yo'q. Yaxshi ekan, sonda arzon, vajarat sifatli. Kelaveringlar. Yana bizlar ham oldik. Rahmat sizlarga. Xudo xolasa massakilimizni 2 oy ichida dogorat beramiz dedilar. Uzog'i shu Xudo xolasa 2 oyga taqdirda to'plashib ketamiz dedilar. Eldindan 5 million pul berdilar. Ertangi azonda yana Xudo xolasa uyda 1-2 so'm pul bor, shuni kelib berib ketamiz dedilar. Og'amni gelip rahat to'plashadilar. Uzog'i shu 2 oyga dogorat deb oldilar. 15 millionga yetdi Xudo xolasa dogorat hisobida. O'shimda men ko'rsatib beramiz bu qator. İnan getgan massakilimiz Xudo xolasa doimizga yetdi. Nexus firmasi 6 akkumulyator 1800 miya 130 180 kuzov kengligi. Kelaversa Xudo xolasa massakillarimiz ko'p. Adresga kelsak, Axun bobo elektroset Samoy yanida. 2 Samoy o'rtasida massakillarimiz ko'p ina. Kelaversa. YouTube kanalımız videomuz yoqqan bo'lsa bir like, abone bo'lib qo'yishni unutmaymiz azizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.